Assalomu alaykum. Mana do'stlar, Farhod degan o'rtog'imiz bor edi. Yoshlikdan o'rtoq bo'lganmiz birga. Hozir mana Bansaga keldik mana bolalar bilan. O'shalarimiz bilan birga keldik mana. Hozir mana ahvoli yotishi. O'rtog'imizning jigarida muammo bo'lgan qanaqadir. Jigar mana o'rtog'imiz hozir ahvoli shunaqa ko'rinishda. Biz bolalar rasmlarini tashlagan ekan, men o'zimiz kelib mana ko'rishga imminni ko'zimiz bilan keldik mana Bansaga oldiga. Mana hozir ko'ryapsizlar mana ahvolini. Jigarida B'da gepatit, shu jigar sirozmi shunaqa boshlangan ekan, mana hali qorinlari ham sekin shishib qilgan. O'shanga imkon qadar do'stlar, kimda imkoniyatlaring bo'lsa, mana ro'za Ramazon oyida ehson qilsalaring 5000, 10000 so'mdan hech narsa emas-ku. Mana shu bolani shu yerdan ko'tarib olib borib, Hindistonga olib borib 20 mingmi, 25 mingmi qanchadir pul yig'ilishi kerak. Hozir xudo xolasa mana 3-4 kun bo'ldi qo'yilgani kartani уже 30 millionga yaqin pul yig'ilibdi. Shu bolani o'zini kartasi turibdi, onasini kartasi turibdi. Mana bolalar bilan biz kelganmiz Bansada hozir. Va Bansa ham yaxshi, shart-sharoitlari. Hozir qarab turibdi bular, endi imkon qadar. Mana kim ehson qilsalaring, do'stlar mana Allohdan qaytib keladi. Tem bo'lib mana hozir ro'za Ramazon oylarida mana o'rtog'imiz shunaqa bo'lib qolib, boquvchi oilasida bitta onasi bor, otasi yoshligida o'tib ketgan. Ikkita shirintoy qizchasi bor, ular hali voyaga yetmagan. Do'stlar, hali o'zi ham yosh 36 da bo'lding-a, Farhod adashmasam, 37 da. Yoshimiz bir xil. Xudo xolasa do'stlar, yordam qilsalaring, karta nomerlarini qo'yamiz. Xudodan qaytadi sizlarga. Hech o'ylamanglar sizlar ko'rinmaydi, bilinmaydi deb hech kimning boshiga bunaqa ko'rgilik tushmasin. Bansada ham yaxshi joy ekan, sharoitlari. Opalar qarab turibdi, televizor, hamma narsasi bor. Syomka qilib o'sha yerda qo'yib beramiz videosini. Xudo xolasa o'zimiz ham qo'limizdan kelgancha yordamni qilamiz. Mana bolalar bilan birlashib, kelishib